fikr yetakchilari. Fikr yetakchilari g'arbni yaxshi ko'radigan vatandoshlarimiz. G'arbga juda nisbiy qanaqadir nisbiy deymiz, ya'ni salbiy, salbiy bir munosabatda bo'lganingizni sezaman-da. Bo'ldi. Nimaga unaqa? G'arbni yaxshi ko'radi ular. Chunki g'arb rivojlanib ketdi, bizda rivojlanishligimizga shu islom to'siq bo'lsa kerak degan fikr shakllangan menimcha. Bu ularning aybimi yoki kamchiligimi bu alohida masala. Lekin madaniyatlari yuksak. Oxirgi podkastlarini, gurunglarini ko'rdim Hasanxon bilan birga. Men ham shuni ko'rib shu ro'yxatga qo'shildi shundan keyin. O'sha joyda bir savol beryaptilar. O'sha savol menimcha saviyali odamning savoli emas. Ishlatish o'rniga biza eski Gruzovoga kelganda shayton mashinada hali ham tosh otyapmiz-da. Nima bu desa, bu Gruzovolarga tosh otadi, bu shayton bu deb shu Saudiyada yoki Dubayda 40 yil oldin mashinaga qarshi. Sunniy intellekt hamma Qur'onda bor narsani, hamma kitoblarda, hamma hadislarda, har bir yo'qotilgan mazhablarni ham o'ziga olib, nakonisto bir vaqt keladimi deb o'ylaganda, yo'q, taqiqlash ketyapti. Sun'iy intellekt sizga qiyomatda javob bera olmaydi. Muftiy jonli odam u qiyomatda sizning o'rningizga javob beradi. Bir fatvo beruvchi uning fatvosini mas'uliyatini zimmaga olish kerak. Jonli odam qiyomatda javob beradigan odam bo'lish kerak. Xo'p, bu sizning fikringiz. Meni fikrim emas. U hammasi umumiy qoida shu. Ikkinchisi keyin mana siz ba'zi bir nuqtalarni aytyapsiz-ku mana. Saudiyada mashinaga tosh otgan. Aytaylik, Afg'onistonda televizorda chopib olgan. Masalan, jamiyatda bitta shunaqa odam, ikkita shunaqa odam bor degani jamiyat shunaqa fikrlaydi degani emas. Saudiyaga mashina borganda tosh otgan 8 ta odam tosh otgan bo'lsa, 800 ta odam mashina sotib olgan shu vaqtda. Afg'onistonda ham bittasi chiqib olib televizorda chopgan bo'lsa, bitta odam 1000 ta odamning uyida televizor turibdi. U bitta odam nuqtai nazarini din deb aytib tushunish noto'g'ri. Biz nima qilasizlar deyaptilar. Sun'iy intellekt bu inson aqli anaqasida paydo bo'lgan narsa. Bu ya'ni bu savol yo islomdan juda uzoq odamni, ya'ni islom falsafasidan yuzaki ma'lumotlarni biladiki, islomni mag'zini tushunmaydigan odamning savoli yoki jurnalistik pozitsiyada, jurnalistik maqomda turib Hasanxonning fikrini bilish uchun berilgan savol. The Economist nashri 2025-yilga statistikani e'lon qilganda, aynan o'sha ular yaxshi ko'radigan Yevropada 12,5 ming inson like va izoh uchun qamalgan. Rossiyada bu ko'rsatkich 7800, qolgan davlatlarda ham shunaqa minglagan. Eng kami kim? Eng kami O'zbekistonda chiqdi ro'yxat. 20 taga yetib yetmasdan chiqibdi bizniki.